Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan Computer Master kanali. Bugun biz telefondan AliExpress saytidan, ya'ni ilovasidan, saytidan desak ham bo'laveradi, narsa zakaz qilishni o'rganamiz. Bugun masalan bizga kerak bo'ladi albatta Wi-Fi yoki internet. Biz birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz va yoki App Store'dan ham topsak bo'ladi va AliExpress desak o'zi AliExpress degan yozuv chiqadi, o'shaning ustiga bosamiz. Endi mana bu sizlarda yuklash turadi, lekin men yuklab olganman, shuning uchun yuklangandan so'ng biz buni ochamiz. Sizlar kirganingizda mana shunday holatda bo'lmaydi. Bunday holatda bo'lishi ham mumkin va sizlar akkaunt ochishingizga to'g'ri keladi. Akkaunt ochish uchun profil bo'limiga o'tib, mana shu yerdan shuni ustiga bosasizlar va shu yerdan Google akkauntni tanlab qo'yasizlar. Shundan keyin sizlar ro'yxatdan o'tgan hisoblanasizlar va keyingi navbatda biz shu yerga o'tganimizdan keyin navbatda biz yetkazib berish manzilini ustiga bosamiz va yangi manzil qo'shishni bosib, mana bu yerdan xohlagan joyini tanlab yoki mana shu yerdan mana shuni o'chirib tashlab turib, masalan O'zbekiston tumani yoki Yaypan desak, mana Yaypan desak, hop, Yaypan desak o'zi kiradi. Menda bor. Ochib olganingizdan keyin shu yerga katta qo'shishimiz kerak. Katta hozir qo'sha olmaymiz. Shuning uchun buyurtma qilish uchun xohlagan narsangizni savatga solasiz va uni tanlab buyurtmalarga bosasiz va keyin mana shu yerdan ism qabul qilib olish uchun o'zgartirishni bosasizlar. O'zgartirilishini bosasizlar va qabul qiluvchini qo'shishni bosib, u yerga ism, familiya, telefon nomerini bosasizlar. Hop, keyingi navbatda to'lov usuli degan joyda sizlarda yangi karta turadi. O'shani ustiga bosasizlar. O'zi bosilgan bo'lsa, bitta qora nuqta bo'lsa, u yaxshi. Hop, keyingi navbatda biz to'lovni bosamiz va sizlardan karta so'raydi. Mendan so'rayman. Men hozir zakaz qilaman, chunki pulim yo'q. Hop. Shuning uchun keyinroq zakaz qilaman. Meni yangi kompyuterimga kerakli hamma narsa bor bu yerda. Yangi kompyuter teraman yaqinda. Shuning uchun pastga donat yoki oddiy kartani kiritib qo'yaman. Xohlaganlar o'sha yerga donat qilishi mumkin. Hop, sizlar bilan Computer Master kanali bo'ldi. Doimo sog' omon bo'ling. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.